Alo? Rayhona, sizmisiz qizim? Oyi? Men Sitoraman. Sitora, akangga tusholmayapman. Men to'ydan chiqyapman. Akang uyda bo'lsa, ayt, kelib olib ketsin. Xo'p. Hozir aytaman, oyi. Xo'p. Sitor oyim qo'ng'iroq qilmadilarmi? Men telefon qilib tusha olmayman. Oyim qildilar aka. Chiqibdilar to'ydan olib kelar ekansiz. Men qarachi? Nima bo'ldi? Yo'q, aka, hammasi joyida. Oyimni sog'indim. Hali ham yosh bo'lasan-ey. Bo'pti, hozir olib kelaman. Borursan bo'lar ekan? Bo'pti. Sitoraxon, telefonimni ko'rmadingizmi? Mana buni qidiryapsizmi? Ha. Anakonda telefon qildi. To'ydan chiqibdi. Menga qarang. Oyim sizga nima yomonlik qildilar? A? Nima haqqingiz bor meni oyimni anakonda deb saqlanib qo'yishga? Yo'q, Sitoraxon, siz noto'g'ri tushundingiz. Haligi oyjon o'tgan safar jahlimni chiqarganlarda shunaqa yozuvdim. Keyin qolib ketibdi. O'chirish esimdan chiqib qolibdi. Menga qara. Meni onamni ilonga tenglashtirishga seni haqqing yo'q edi. Bu uchun javob berasan. Unaqa demang, Sitora, bo'ldi, o'zingizga keling. Shu gap oramizda qolsin, iltimos. Ertaga sizni ham kelin bo'lishingiz bor. Keyin qaynona nimaligini keyin tushunasiz. Hozir iltimos, esingizdan chiqaring, men o'chirib tashlayman hozir shuni. Bering. Bo'ldi. Yo'limdan qoching. Unaqa qilmang, Sitora.